بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Aldı bilen alemlerinin Rabbi Allah Subhanahu ve Taala'ga çeksiz hamdu sana ve süyümlük Peygamberimiz, yolbaşımız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge pak durud salamlarımızı yollagan ekin. Ustaz Muhammed Yusuf qalamga olgan farzandlarimizni qanday tarbiyalaymiz mavzuliq kitobimizni inshaalloh anglitishni davom qilamiz. Bugun inshaalloh birinchi bobdan boshlab diqqatinglarga sunamiz. Mikrofon oldida qarindoshlar Abdullah Yalqun. Birinci bab terbiye hakkında umumi bayan. Bu babda biz terbiyenin ehmiyeti ve ecir mukafati, terbiyenin maksidi, yetimler hakkında söz, terbiyecide buluşku tegişlik faziletler, ballarının hak hukukları, ata-ananın terbiyedeki rolü qatarlıq mavzular bu babda sözlürdü. Aldı bilen terbiyenin ehmiyeti ve ecir mukafati. Balalarımız bizning bayliqimizdir. Balalarımız hayottaki en qimmatli boyligimiz bo'lib, amaliyotda ular Alloh taolaning bizga ato qilgan ne'mati ham omonatidir. Balalar ko'zimizning nuri, ko'nglimizning shodligi, hayotimizning zinnati va bizning nom nishonimizni davom qildiruvchi naslimizdir. Biz bolalarimizning baxt saodati uchun nurg'unlagan mumkin emaslarni ro'yobga chiqara olamiz. Xatarlarga o'zimizni atolaymiz. Ularning xushalliqi bilan xushal bo'lamiz. Ularning xafaligi bilan g'amgin bo'lamiz. Ular bizning jinimiz va hayotdagi hamma boyliqimiz. Kichkida yaxshi tarbiyalab, iymon va axloq bilan yetishtirgan bolalarimiz biz yashangan vaqtimizda bizga asqatadi. Yaxshi bolalar bizning Alloh taolaning nazarida oliy martabalarni qozonishimizning kafolatidir. Payg'ambar alayhissalom bir hadisda qandoqli bir uyga biror bola tug'iladi ekan, u uyning izzati oshidu degan. Xalqimizdimi balaliq uy bozor, balasiz uy mozor deydigan hikmat bor. Bola söygüsü Alloh taolo ota-onalarning qalbiga o'rinlashtirib o'tgan tabiiy söygü bo'lib, insonlarla emas, balki har qanday bir jonliq o'z bolasini suydi va uning baxt saodati uchun borlig'ini qurbon qiladi. Hammala odam farzand ko'rishni orzu qiladi. Dünyada her qandaq bir adam özünün pushtidan farzandlari bo'lishini va ularning xushalligi bilan xushal bo'lib, ular bilan saodatga to'lib hayot kechirishni armon qiladi. Ammo qalb rishtisi Alloh taolaga bog'langan iymonliq va insofliq farzand talab qilish mu'minlarga xos xislatdir. Qur'oni Karimda payg'ambarlarning Nuh, Ibrohim, Yaqub, Zakariya alayhissalomlarning farzand ko'rishga bo'lgan ishtiyoqi ve farzand tilab qilgan duolari bayon qilingan. Masalan, Sura Saffatning 100 oyatida Robbi habli minas solihin, ya'ni Robbim menga yaxshi farzandlardan ato qilgin. Va Sura Anbiyaning 89 oyatida va Zakariya iznada robbahu robbi la tazarni fardan va anta khayrul varisin, ya'ni Zakariya öz vaqtida Robbiga Robbim meni bolasiz yolg'iz qo'ymag'in, sen eng yaxshi varissan deb iltijo qildi. Sura Furqonning 74-oyatida وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, yani ular ey Robbimiz bizga ayollarimiz va avlodlarimiz orqali shodlik beg'ishlashingni tilaymiz. Bizni taqvodorlarning peshvosi qilgin deydi. Habli milladunka waliyya, ya'ni fazlingdan menga yaxshi bir farzand ato qilgin. Bu Sura Maryamning 5-oyatida. Yana Alloh subhanahu va taolo Sura Ali Imronning 38-oyatida هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة
innaka sami'ud du'a. Ya'ni Zakariya Robbiga duo qilib, "Ey Robbim, menga o'z dargohingdan bir yaxshi farzand ato qilgin. Haqiqatan duoni anglag'uchisan" dedi. Yuqorqi payg'ambarlarning duolarini mulohiza qilganimizda, ularning faqat farzandli talab qilmasdan, balki qalbi Alloh taologa tutashgan yaxshi farzand talab qilganligini ochiq ko'ramiz. Demak, farzand ko'rishdan maqsad o'zimizning tabiiy orzusini qondirishlar emas, balki o'zini va ota-onasini ikkili olamda baxtli qila oladigan yaxshi farzand ko'rishdir. Bolalarimiz islom ummatining kelajagidir. Hozirgi zamonda har qanday bir aqlli kishi musulmonlarning beshiga kelayotgan ig'ir kunlarni o'ylaganida, o'zlarining boshqalar tarafidan xorlanayotganligini ko'rganida, o'zining musulmonlik obraziga loyiq hech ish qila olmaganligidan echinadi va islom uchun, musulmonlar uchun nima qila oladiganligi haqida cho'nqur o'yga cho'kadi. Ammo obdanroq o'ylanganimizda, islom uchun va musulmonlar uchun katta xizmatlarni qilish qo'limizdan keldiganligini bilamiz. U bo'lsa-mu, bolalarimizni iymon va axloqliq qilib tarbiyalashdir. Buni hammamiz qila olamiz. Chunki Alloh taolo hech kimni toqati yetmaydigan ishga buyurgan emas. Bolalar Alloh taolaning omonatidir. Bolalar ota-onalarga Alloh taolo tarafidan topshirilgan ham sharaflik, ham xatarlik bir omonatdir. Ota-onalar qiyomat kuni Alloh taolaning oldida bu omonatlarning mas'uliyatidan javobgarlik tortiladi. Shunga Alloh taolo Qur'oni Karimda musulmonlarni bu javobgarlikdan ogohlantirib, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara alayha malaikatun ghilazun shidad." Ya'ni iymon etganlar, o'zinglarni va bola chaqanglarni yiqilg'usi inson va tosh bo'ladigan, rahim qilmaydigan qattiq qo'l farishtalar muakkal bo'lgan do'zaxdan saqlanglar degan. Buni Alloh subhanahu va taolo Sura Tahrimning 6-oyatida tilga oldi. Ularning o'zlarini va bola chaqalarini do'zax azobidan saqlashining birdan-bir chorasi gadindagi farzand haqlarini to'liq ado qilish yo'lida bolalarga kichkidan boshlab iymon, islomni o'gitib, yaxshi yomonni bildirib, ilm ma'rifat o'gitib, bu omonatni ado qilishidan iboratdir. Ota-onalar yuqoriqilarni Alloh taolo buyurgan bo'yicha ado qilgandan keyin ularning mas'uliyati tugaydi. Keyingi ishlarga bolalar o'zlari javobgar bo'ladi. Alloh taolo bu oyat orqali bizni o'zimizni do'zax azobidan saqlanishga emas, balki bolalarimizni do'zax azobidan saqlashga buyuruydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: "Har qanday bola islom fitratiga tug'iladi. Uni ota-onasi yahudi qiladi yoki xristian qiladi yoki majusi qiladi." Bu hadis Buxoriyda keltirilgan hadis. Demak, ota-onalar bolalarning qanday yetishib chiqishiga mas'uldir. Ular bolalarini islom nuri ostida yaxshi tarbiyalab chiqqan bo'lsa, uning mukofotini avval mushu dunyoda, ondan oxiratda cho'qim ko'radi. Agar bolalarini o'z havoyi havaslariga qo'yib berib, Alloh taolaning ko'rsatmasi bo'yicha yetildirolmagan bo'lsa, uning jazosini avval bu dunyoda, ondan oxiratda tortadi. Yomon bolaning falokati ota-onalarni turli balolarga duchor qiladi. Qiyomat kunidami ularni xotirjam qilmaydi. Omonatni zayo qilgan kishi qanday javobgarlikka tortilsa, bolalarining kelajagini zayo qilayotgan ota-onalarmi uningdan ig'irroq javobgarlikka tortiladi. İmam Abul Hamid al-G'azali mundaq degan: "Bola ota-onaga omonatdir. U yangi tug'ilganda uning qalbi hech nimaning ta'siriga uchirmagan sap go'harga o'xshaydi. Bu mezgilda u ko'ziga chiliqqan yoki ta'sir qilgan har qanday narsaning qiyofatini zihnida qoldiradi. Moyil qilinadigan har qanday narsaga dili moyil bo'ladi. Nimaga o'gitilsa, shuningga odatlanib cho'ng bo'ladi. Yaxshilikqa o'gitilsa, yaxshilik ustida cho'ng bo'ladi. Buning sababi bilan ota-onasi ikki olamda yaxshilikqa erishadi. Navoda u yomonlik ustiga ko'ndirilsa, uning tarbiyasiga sal qaralsa, u yomon tabiatlik odam bo'lib chiqadi. Buningga uni tarbiyalaganlar javobgar bo'ladi. Bola tarbiyalash xuddi bog'vanning ishiga o'xshab ketadi.
bog'dagi gul chechaklarning sog'lom o'sib yetilishi uchun bog'van gul chechaklarining orasida ungan yovi o'tlarni va tikanlarni yulib elib etadi. Tarbiya qiyin va sharaflik majburiyatdir. Tarbiya odam bolalariga xosdir. Chunki boshqa jonliqlarning xarakteri oxirigacha xuddi boshda yoritilgani bo'yicha davom qiladi. Qilchi o'zgarmaydi. Ammo odam bolasi aql idroklik qilib yoritilganlikdan u tarbiyani qabul qiladi, tarbiya bilan o'zgaradi. Shu sababdan inson tarbiyaga hamisha muhtojdir. Ba'zilar deyishi mumkin: hozirgi zamonda bolalarni islom ko'rsatmasi bo'yicha tarbiyalab chiqish qiyin ish. Chunki payg'ambar alayhissalom kishilarga bir zaman keladiki, ulardan dinda ching turganlar xuddi cho'g'ini tutib turgandek tasdiqda turadi degan. Mana shu zaman bizga yetib keldi deyishi mumkin. Ammo bu sharaflik vazifani o'rindashda sharoit qanchalik nachar, ahvol naqadar ig'ir va qiyin bo'lib ketsimi, uni o'rindig'ili bo'ladi. Islomning boshlanish davridagi musulmonlarning beshiga kelgan qiyinchiliklarni va to'sqinliklarni o'ylaganimizda, Qurayshliklarning musulmonlarni iymondan yondirish uchun qilgan vahshiyliklarini, qiynab o'ltirishlarini, iymonni qo'g'dash yo'lida tunji islom shahidlari bo'lib, tarixda qayd qilingan Hazrati Yasir bilan Hazrati Sumayyalarni aslaganimizda, hozir bizning beshimizga kelayotganlarning hech qancha ish emasligini tushunib yetalaymiz. Shunisi aniqki, dunyoda bolalarni islomiy ong va islomiy axloq bilan yetishtirib chiqishdan foydali va ulug' ish yo'qdir. Bolalarni tarbiyalash ishi vaqtga, chidam va sabrga bog'liq. Bolalarimizni islom ko'rsatmasi bo'yicha iymon va axloqlik qilib tarbiyalab, ularning din va millatning ishlariga yaramliq bo'lib chiqqanligini ko'rganimizda xo'shalligimizni yo'shira olmaymiz va qanchalik saodatga to'lganligimizni tasvirlab bo'la olmaymiz. Shu sababdan ulardan yaxshilik va vafodorliklarni ko'rganimizda o'zimizning eng baxtli insonlardan bo'lib qolganimizni bilamiz. Navoda tarbiya joyida elib berildiganlar bo'lsa, cho'qim bir millatni o'zgartib etkili bo'ladi. Tarbiya odam bolalariga xosdir. Chunki odam bolalari tarbiya bilan o'zgaradi. Hamda tarbiya bilan haqiqiy odam bo'la oladi. Ammo boshqa jonliqlarning xarakteri oxirigacha xuddi boshda yoritilgani bo'yicha davom qiladi. Qilchi o'zgarmaydi. Biroq odam bolasi bo'lsa, aql idroklik qilib yoritilganlikdan u tarbiyani qabul qiladi, tarbiya bilan o'zgaradi. Shu sababdan inson hamisha tarbiyaga muhtojdir. Yaxshi tarbiyaning foydasi uzilmaydi. Dunyoda bolalarni haloldan oziqlantirib, haloldan kiygizib, iymon va axloqli holda tarbiyalab chiqishdan katta savobli amal yo'q. Alloh taolaga buningdan ortiq yiqimliq bo'ladigan ibodat yo'q. Biz bolalarimizni islom tarbiyasi bilan yaxshi yetishtirib chiqsak, Alloh taolo bizga dunyo va oxiratda tugumas yaxshiliklarni va oliy martabalarni ato qiladi. Yaxshi bola yetishtirganning mukofoti o'lgandan keyin davom qiladi. Payg'ambar alayhissalom bunday degan: odam bolasi o'lgandan keyin butun amallari to'xtaydi. Faqat 3 ishtila davom qiladi. Ular sadaqa jariya, manfaatli ilm va uningga duo qilib turadigan yaxshi farzanddir. Bu Imom Tirmizining Sunanut Tirmizi nomli hadis to'plamining 1376 hadisi. Xo'sh, endi ota-onaning yaxshiligidan bolalar naf oladi mavzusi. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Wal yakhshallazina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alayhim falyattaqulloha wal yaqulu qawlan sadida." Ya'ni o'zidan keyin chorasiz kichik bolalar qilib qolgan taqdirda ularning ahvoli qandoq bo'lar deb ansiraydiganlar yetimlarga haqsizlik qilishdan qo'rqib titirsin, Allohdan qo'rqsin va to'g'ri gapni qilsin deydi. Ya'ni bu Alloh taolo tarafidan berilgan sug'urta vasiqasi bo'lib, o'zidan keyin qoladigan chorasiz va ojiz kichik bolalarining ahvolidan andisha qiladigan odamning sug'urtasi Alloh taologa taqvolik qilish, boshqalarning haq huquqini qo'g'dash, yetimlarning beshini silash, o'zining ziyniga bo'lgan taqdirdami har joyda to'g'ri va lillah gap qilishdan iboratdir. Qur'oni Karim yana Alloh taolaning ota-onasining, hatto ajdodlarining yaxshiligi sababli
bu dunyoda ularning bolalarini qo'g'daydiganligiga ishorat qilmoqda. Qur'oni Karimning Kahf surasida mundoq bayon qilingan. Xizr alayhissalom Musa alayhissalomni boshlab bir shaharga elib borgan va u shaharda o'rilib tushay deb qolgan bir tamni tuzab qo'ygan. Musa alayhissalom buning sababini so'rag'anida Xizr alayhissalom uningga shu hamon javob bermasdan safarning oxirida mundoq tushuntirib qo'ygan. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. يعني tamgı kelsak, o şehrdeki iki yetim balaning idi. Tam aslida ularning haqqi bo'lgan xazinasi bor edi. Tam o'rilib ketsa, xazinasi echilib qilib, kishilar uni elib ketadi. Ularning otasi yaxshi odam edi. Rabbing ularning cho'ng bo'lganda tam ostidagi xazinasini chiqarib olishini iroda qildi. Bu Rabbingning ularga qilgan rahmatidir, deydi. Sura Kahf 82-oyat. Ibn Kasirning rivoyatiga ko'ra, oyatdagi yaxshi odam balalarning 7-ajdodi ekan. Demak, Allah Taala bu bir odamning yaxshiligi sababli uning 7-navrasigacha in'om qilgan. Shu sababdan bo'lsa kerak, Hazrati Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu kechalari tahajjud o'qib duoga qo'l ko'targanda, yanida uxlab yotgan narsidisiga qarab, "Sening uchun qilyapman, ey suyimlik o'g'lim", deydigan va yig'lab turib, ularning otasi yaxshi odam edi degan oyatni tilovat qiladi ekan. Hazrati Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qadrli qarindoshlar. Yani yuqoridagi Sura Kahf 82-oyatda tilg'ilingan shu oyatning ichida tilg'ilingan "Va kana abuhuma soliha", yani ularning otasi yaxshi odam edi degan oyatni tilovat qiladi ekan Hazrati Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qadrli qarindoshlar. Demak, bolalar agar iymonliq bo'lsa, ota-onasining yaxshiligining mukofotidan oxiratda bahramon bo'ladi. Chunki qiyomat kunida Alloh taolo yaxshilarning avlodlarini ularning martabasiga yetkazib bir yerda qiladi. Payg'ambar alayhisalom bir kuni Alloh taolo mu'min odamning farzandlarini uning darajasiga ko'tardi. Garchi farzandlarning martabasi otasidan to'van bo'lsa-mu, uning ko'ngli shodlansin uchun shundoq qiladi deydi va buni oyatni tilovat qiladi. "Vallazina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين." Yani özleri iman etkan, avlatlarımı əgişib iman etkanlarının avlatlarını ular bilen tang derecede kılımız. Ularının əməllərdən qılçımı kemeytib etmeyimiz. Her kim özünün qılğallarının bedelini alıdı, deydi Allah subhanahu ta'ala. Bu Sura Tur'nun 21. ayeti. Anda Peygamber Aleyhisselam bu ayettin kin balalarga bergenlik sebeplik ata-onasidan kemeytib etmeyimiz degan so'zni qo'shib qo'ydi. Bu bo'lsa Bazzaz rivoyat qilgan va Abu Naim Hilyatul Awliya nomli asarda rivoyat qilgan hadis. Xo'sh, endi ota-onaning mas'uliyati. İslam dini ota-onalarning ustiga balalarini islom ko'rsatmasi bo'yicha tarbiyalab chiqish burchini yuklagan. Ota-ona balalarini iymon va axloqliq hayotlikning yuklarini ko'tarib keta oladigan qilib tarbiyalab chiqishga mas'uldir. Bu mas'uliyatni o'rindimagan yoki kamtuk o'rindigan ota-ona omonatga xiyonat qilganliklari sababli o'zlarini oxiratning azobiga duchor qilgan bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda payg'ambar alayhissalomga "Va'mur ahlaka bis-solati wastabir 'alayha", ya'ni oilangdagilarni namozga buyrug'in, o'zingmi uningga chidamliq bo'lg'in deb amr qilgan. Sura Tahaning 132-oyati bu. Bu oyat oila a'zolarini namozga emas, balki jimi yaxshiliklarga buyurish va o'ziningmi birga chidamchanlik bilan ado qilishini amr qiladi. Namoz ibodatning va yaxshilikning beshi bo'lganlikdan oyatda namozli tilga ilingan bo'lishi ehtimol. Afsuski zamonimizda qanchilgan musulmonlar o'zlari namoz o'qiydi, Qur'on tilovat qiladi, tuqqanlarga sil rahim qiladi, ammo oilasidagilarni bu ibodatlarga buyurmaydi. Balki ularni o'ylabmi qo'ymaydi. Xuddi o'zila amal qilish orqali oilasinimi Alloh taolaning jazosidan qutuldirib qola oladigandak o'zini o'ylaydi.
oilasidagilar bilan kori bo'lmaydi. Mundaq qilish o'z ustidagi mas'uliyatni to'nimaganlik yoki uningga ahamiyat bermaganlikdir. Payg'ambar alayhissalom ota-onaning mas'uliyatini bayon qilib, o'z ahliga, ayol uy ichiga mas'uldir deb ko'rsatgan. Bu hadis Buxoriyda 2751 hadisda tilga olingan. Har bir ota-ona va har bir tarbiyachi o'zining qo'l ostidagilarga mas'uldir. Onaning mas'uliyati otaninkiga qaraganda cho'ng va muhim. Chunki bolalar ko'pincha onasi bilan bo'ladi va hayotida eng dastlab onasining tarbiyasi bilan uchrashadi. 11-asrda o'tgan ulug' olim Yusuf Xas Hojib dunyoga dongliq Qutadg'ubilik nomli asrida ota-onalarga farzand tarbiyasi haqida o'g'it berib mundoq degan: "Tug'ilsa sana ay kabi qiz o'g'il, anga tarbiyachi sen o'zingli bo'l." Misrlik shoir Hafiz Ibrohim onaning farzand tarbiyasidagi rolini va ahamiyatini bayon qilib mundoq degan: "Al-ummu madrasatun iza a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyibal a'raqi." Tarjimasi: ona o'zi bir maktab, yetishtirsan sen uni, yetishtirsan tegi pok isil bir millatni. Oila jamiyatning ul temidir. Bir oilaning tarbiyasining yetarlik bo'lmasligi butun bir millatning tarbiyasining yetarsiz qilishiga sabab bo'ladi. Chunki oila jamiyatning ulidir. Uli mahkam bo'lmagan bino o'rilishga mahkum bo'lgandek, oila tarbiyasi yaxshi elib berilmagan jamiyat va millat har qachon vayronlikqa mahkumdir. Shoirlarning amiri deb atalgan misrlik shoir Ahmad Shavqi bu ma'noni ifodalab mundoq degan: "Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu." Tarjimasi: axloq bilan har millat rivojlanib davom etar, ayrilganlar axloqdan zavolliqqa hamon ketar. Ota-onalarning bolalari uchun ko'proq vaqt ayirishi va ular bilan birga bo'lishi talab qilindi. Bir hadisda birovning bolasini yaxshi tarbiyalashi uning sadaqa berganidan afzaldir deb kelgan. Bu hadis Imom Tirmizininki Sunan Tirmizi nomli hadis to'plamining 1951 hadisi. Yana bir hadisda birovning bolasiga qilgan eng cho'ng sovg'asi uni yaxshi tarbiyaligidir deb kelgan. Bu hadis bo'lsa Imom Ahmadning Musnadul Imom Ahmad nomli hadis to'plamining 3-tom 412-betida rivoyat qilingan hadis. Bolalarga kichikdan payg'ambar alayhissalomning va sahobalarning qissalarini o'g'itish orqali ularning diliga payg'ambar so'ygusini va sahoba so'ygusini o'rnatish, Qur'on tilovat qilib turishga odatlantirish, masjidlarga berishga ko'ndirish nihoyatda zarurdir. Payg'ambar alayhissalom bu haqda bolalaringlarni 3 xislatga ko'ndiringlar. Ular payg'ambaringlarni so'yish ham yana payg'ambaringlarning oila tavobiatlarini so'yish va Qur'on o'qishdir deb ta'limot bergan. Bu hadis Buxoriy va Muslimda tilga olingan. Qadrli qarindoshlar, shuna qilib farzandlarimizni qandoq tarbiyalaymiz mavzuliq kitobimizningki 2-qatimliq anglitishimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh yana bir qatimliq programmamizni ko'rishguncha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Ijobatli duolaringizda bizlar uchun duo qilishni unutmaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.